Bizning vazifamiz Mijozni yaxshi tutib olish. yana Sifatli xizmat ko'rsatish. yaxshi. Bugun biz uchun navbatdagi muhim kun. Xuddi shunday. Unda boshladik. Birinchi bo'lib likopchani stol chetidan 2 sm uzoqlikka qo'yamiz. Sababi mijoz o'tirganda likopchalarga tegib ketmaydi va o'zini qulay his qiladi. yaxshi. Sanchiqi har doim likopchaning chap tarafida. 1,5 santimetrlik masofada turadi. Nima uchun? Sababi taomni chap qo'lda sanchiqi bilan ushlab, o'ng qo'lda kesish qulay bo'ladi. Keyingisi Qoshiq va pichoq likopchadan 1,5 santimetrli masofada turadi. Pichoq tig'i likopchaga qaratib qo'yiladi. yaxshi. Stol ustiga qo'yiladigan idishlar masofasi har doim 2 yoki 3 sm uzoqlikda bo'lishi kerak. Bokal har doim pichoqning yuqori qismida turadi. Nima uchun? Sababi idishlar bir-biriga tegib ketmasligi va shovqin chiqmasligi uchun bu muhim. Mijozlarning deyarli 90% o'ng qo'l bilan foydalanadi. yaxshi. Endi navbat Mijozni tutib olishga.